Miliyorum işte. İşte. Davoladı fakat işte. Sekin yugurmanglar. Assalomu alaykum aya dada, hormanglar. Dadas, kızımız geldi. Kızım. Niye keldi ekan tirsiq bo'lsin-da. Bir bala bo'g'oni o'g'limdan. Bismillah. Kuchkala oyoqdagi tashigan bir chakali qilmay. Qani qizim yaxshi keldingmi? Rahmat. Qaynotang yaxshimi? Zo'r, hammasi. Ha, amin. Xotirjam bo'lsin, yaxshi yeysan, sog' salomat yeta uyingga. Endi keldik-ku dada. Mana bizlarni ko'rdim, men ayangni ko'rdim. Biza yaxshi videoda telefon qo'ysam ham bo'ladi. Tez yetib kech bo'lmasdan. İnanmay aslanım. Uydagilarim yaxshimi kızım? Hammasi yaxshi. Qaynotam bilasizmi? Shunaqa yaxshi odamlar. Qaynona qaynotam bilasizmi? Babchikim bermayapti menga. Aya, yaxshi oilaga bergan ekansiz. Shunaqa baxtliman, rahmat sizga. Aya bu oiladan men tezroq chiqaringlar. Yaxshilasam jomonlig'ini eshitlayapman. Ayas bu yoqqa qarayver. Ha dadasi? Qizing oilasi tinchmikan? Tinch? Nimaga agar kelgana 27 minut bo'ldi hali ketgan yo'q? Siz vasvas bo'lib qolgansiz dadasi. Men aytdi desam bir bala bo'lgan bu qizing oilasi. Ko'zlarim ko'rgandaymi ey. O'zingizni bosing. Shuta nitoda. Qizim bir pasda qaytyapsan, men o'tirganda bo'laydi qizim. Yo'q, oshxonaga ketyapman dada. Seni dada deb chilaverma arlab. Indagan yo'q-ku. Annamagan bilan ichidan yezlab, ichgan bola dadasini sog'inib. Voy dada. Ketasanmi o'g'lim? Yo'q. Ketagan qizim. Kelganing ham 43 minut bo'ldi. Mana chaynik piyolar bilan o'pshi uyni ko'chirib senga mayli. Faqat tinchgina uyingga ketag'ay. Jonim qizim, tez tayyor bo'l. Sho'radagi sizlar yo'llarga qarab ketyapti ekan, tashlab o'tib ketaman mashinada. Tez tayyor bo'linglar. Dada, sizlarni sog'inib keldim. Birpas o'tirib keyin ketaman. Nima haydaverasiz? Birpas o'tirib 2 soat vida nima qilasan qizim? Kun joriyda uyingga tezroq yetaman. Nivellamga mono mahsulotlardan olganman. Germaniya xomashyosi ishlab chiqarilgan. Eng muhimi sifatli, halol, xushbo'yligi uzoq vaqt turadi qizim. Rahmat dada, nevaralaringiz xursand bo'ladigan bo'ldi. Bering. Qizim, ketsang beraman. Bo'pti nevaralarim. Bo'pti qizim, yaxshi bo'linglar. Mayli, bo'pti, charchamanglar. Xudoga shukr ey. Nima unaqa qildingiz? Holaqol so'rab ketdi-ku. Shu ash qizim holaqol so'rab kelsa o'zi mazam bo'lmaydi. Shu uyga kelmasa shu yaxshi yashasin bo'ldi. Uyga kiring.